Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz vatandosh, Sharq Turkistonlik muhojirat yashayotgan qarindoshlar. Bugun biz BBC'ninki, ya'ni Angliyaning muxbirininki Nuri Turkalni ziyorat qilish bilan birga sening xalqing, sening vataningniki mazlum xalq nima istaydi degan savolga bu inson bizning xalqimiz faqat Xitoy bilan birga yashasa, Xitoydagi inson haqlari dafsanda bo'lmasa, odamiy qimmati bilan yashasa, vatanning sirtidagilar mushni xohlaydi deb javob berdi. Chunki muxbir bu insondan qaytilab ikki qatim so'radi. Agar inglizchadan ozroq xabar bor inson bo'lsa, buningki nima deganligini yaxshi tushunadi. Buni biz Facebook'ga, boshqa nimalarga chaplab qo'ydik qarindoshlar. Biz bunday insonlarningki bergan javoblarga biz birdek qarshi turishimiz lozim. Bizning Sharq Turkistondagi mazlum xalqimiz mustaqillikdan boshqa hech qanday narsani e'tirof qilmaydi, ham xohlamaydi, istamaydi. Hamda buning qarata berib tursak, Makkada yashayotgan Makka muxbiri degan adash buningga qarata palapatish bir gaplarni qilib chiqibdi. Men shuni so'rab boqay, Makka muxbiri. Siz Sharq Turkistonlikmi yoki nalik? Siz bir Sharq Turkiston tug'ilib, Sharq Turkistonning suyini ichib, Sharq Turkistonning oshini yeb, cho'ngib, keyin Makkaga qochib berib, shu yerda turib yashab, hozirgacha muhojirat yashayapsiz. Siz bir chat elda erkin nafas olayotgan bir insonning og'zidan bizning xalqimizningki mustaqillik bo'lgan istikini siz palpatish gaplaringiz bilan biz hozir uni xohlasak bo'ldigan, bo'lmaydigan ish emas. Xitoy qo'ng'iga tiqsin, naga apasin. Biz shu milliy kulturimizni, urf-odatimizni saqlab qolganda uningdan keyin bu gaplar asta-asta bo'ldi. Asta-asta bo'ldigan ish yo'q bu yerda. Men shuni deb qo'yay. Butun millat qirilyapti bu yerda, millat bo'yicha. Siz nimani bilasiz? Siz qalaymagan gap qilmang. Siz Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilolmaysiz. Bu so'zlaringiz anga ilinmaydi. Birinchi, agar sizning gapingiz bo'lib qolsa, Bilal Ibrohim Turkistoniy menga telefon qiling. Amerikada yashayapman. Men mushuma iste'mollik qilyapman. Har qanday savolingizga javob beraman. Ammo og'zingizni buzmay keling. Og'zingizni buzib kelgan bo'lsangiz, men og'zimni buzaman sizga. Butun dunyodagi qarindoshlar meni taqib qo'yinglar. Men video shaklli meni yo'llab, butun dunyodikilar bilan paylaşmoqchi. Bunday insonlar qarshi turamiz. Sharq Turkiston mustaqillikdan boshqa narsani e'tirof qilmaydi. Sharq Turkistonlik xalqlar mustaqillikni istaydi. Avtonomiya, yana bir nima deganlar hammasi ko'tasin qo'ng'iga. O'chiroqli bo'ldi.